Agar siz ham pizzani xamirini ko'rsatganimdek xuddi shunaqa qilsangiz, ko'chaniki bilan umuman farqini ajratisha olmaydi. Iliq sutga shakar, tuz, dro'ji solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustidan tuxum, elangan un va o'simlik yog'ini solib yaxshilab aralashtiramiz, keyin esa xamir qorishni boshlaymiz. Pizza tayyorlashdagi xamirning eng nozik tomoni buni yaxshilab mushlab qorish kerak. Shunda ustlari kumir-kumir, ichlari esa yumshoqqina bo'ladi. Yarim soat davomida oshirib oldim. Keyin esa teng ikkiga bo'lib, xohlagan nachinkalarim bilan to'ldirib oldim. Umuman jo'va ishlatmasdan qo'l yordamida ochsangiz, yana ham yumshoqqina zo'r bo'lib chiqadi. Bittasi bolajonlar uchun bo'lgani uchun ketchup, sir va kolbasa qo'ydim. Ikkinchi qismi o'zimizga, ya'ni kattalarga edi. Shuning uchun xohishga ko'ra har xil nachinkalar solib bezatib oldim. Ustlari kumir-kumir, ichlari paxtadek yumshoqqina bo'lib chiqadigan pizzamiz ham tayyor bo'ldi. Yurakchani bosib qo'ysangiz ko'rib xursand bo'lardim. Har xil turdagi ro'zg'orbob retseptlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'zimni offlayn kursimga taklif qilib qolaman.